Bo'ldimi? Boshladimi? Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlarga Typhoon drabelkalarini ishlashi va farqlarini tushuntirib o'tamiz. Videoni ko'rishdan oldin albatta videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin va kommentariyada bizni qaysi viloyatdan kuzatyapsiz albatta yozib keting. Bo'lmasam biz boshladik. Birinchi navbatda lifehack o'rnida aytib o'tamiz. Drabelka olishdan oldin nimalarga e'tibor berish kerak? Birinchi navbatda xonadoningizdagi tokni tekshirib olsangiz bo'ladi. Ya'ni 160 dan 200 gacha tokingiz past bo'lsa, alyumin motor tavsiya qilamiz va 200 dan 250 gacha tokingiz yaxshi baland bo'lsa, misli motor olsangiz bo'ladi. Biz oldindan kuzatib kelayotgan obunachilarimiz bilishadi. Typhoon drabelkalarida rangi faqat sariq rangda chiqarganmiz. Hozirda eksportga Tojikistonga shunaqa zeleniy rangni qo'shganmiz, ya'ni zakaz qilishganligi uchun. Kommentariyada yozib ketinglar. O'zini shunaqa sariq rangi yaxshimi yoki zeleniy rangi ham chiroyli chiqqanmi? Bu yerda hozir ko'rsatadigan bo'lsak, 24-25 kilo chiqadigan misli motorli drabelkamiz. Mahaviklari 10 kilolik quyma mahavik bo'ladi. O'sha motorga moslab qo'yilgan. Ya'ni kichkina 3 kilovatli bo'lsa 5 kilolik mahavik qo'yiladi. Bularga hozir 24 kilo, 25 kilolik motorga 10 kilolik mahavik qo'yganmiz. Quvvatini yana ham oshirib beradi. Noto'g'ri tushunmaslik kerak. Video davomida bularni ham tushuntirib o'tamiz. Akalar, kommentda yozib ketinglar, zeleniy rangi ham yaxshi chiqqanmi yoki o'sha sariq rangi qolsa ham bo'ladimi? Xohlasanglar g'ildirayli variant qilib beramiz, xohlasanglar g'ildiraysiz variantda ham qolaveradi. O'zi misli motor yaxshimi yoki alyuminli motor yaxshimi? Tanlov qilish o'zingizda. Biz ya'ni tokingizga qarab maslahat beramiz. Masalan, tokingiz yuqori bo'lsa, 200 dan pastga tushmaydigan holat bo'lsa, misli motor tavsiya qilamiz. Agar tokingiz past bo'ladigan bo'lsa, ya'ni 160 gacha tushib ketadigan holatlari bo'lsa, alyuminli motor tavsiya qilamiz. Ikkalasi ham bir xilda ishlab beraveradi. Bu drabelkalarimiz 3 kilovatli, 3000 оборотda ishlaydigan alyumin motorli drabelka. Motorda og'irligiga keladigan bo'lsa, 17 kilodan 18 kilogacha bo'ladi. Mahavigi bo'lsa 5 kilo, 5,5 kilo atrofida chiqadi. Boya ko'rsatgan mahavigimiz ham bundan qalinroq bo'ladi, ham og'irligi ham 10 kilolik bo'ladi. Hammasini pichog'i ichini ko'rsatadigan bo'lsak, 20 tadan shunaqa qalin segment pichoq bilan jihozlangan bo'ladi. Bu 3 kilovatli drabelkamizda ham shunaqa 20 tadan pichoq bo'ladi. 6,5 kilovatli alyumin yoki misli motorli drabelkamizda ham 20 tadan pichoq bo'ladi. Hammasi bir xil bo'ladi. Buni qulayligiga keladigan bo'lsak, g'ildirayli varianti xohlagan joyingizga surib yetalasiz bo'ladi. Ya'ni ikkita odam ko'tarish shart emas. Bitta odam bemalol xohlagan joyga surib yetalab chiqsa bo'ladi. Bu o'sha 6,5 kilovatli misli motorimiz, boya ko'rsatganimiz. Nariga bo'lsa 3 kilovatli alyumin motorli drabelkamiz. Farqiga keladigan bo'lsak, buni ichidagi mahavigi qalin 10 kilolik mahavik bo'ladi. Ya'ni quyma mahavik bo'ladi. Ichlarini ko'rsatadigan bo'lsak, 20 tadan segment pichoq bo'ladi hammasida. Endi drabelkalarimiz haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, bizda avvaldan kuzatib turgan obunachilarimiz bo'lsa bilishadi, drabelkalarimiz sariq rangda bo'lgan. Hozirda ya'ni zeleniy rangni qo'shganmiz. Kommentariyada yozib ketinglar, eski sariq rangi yaxshimi yoki zeleniy rang ham yaxshi chiqqanmi? Albatta yozib ketinglar, kuzatishda davom etamiz. Drabelkamizda mahaviklarga keladigan bo'lsak, ikki xil mahavikdan foydalanamiz. Bittasi quyma 10 kilolik mahavik bo'ladi. Ya'ni 6,5 kilovatli alyumin yoki 6,5 kilovatli misli motorimizga shu mahavikdan qo'yamiz. Malaka o'yinlari ham bo'ladi. Hamma pichog'ini hisoblaganda 20 ta segment pichoq bilan jihozlangan bo'ladi. Bunisi bo'lsa 3 kilovatli alyumin motorga qo'yamiz. Ya'ni bu ham 2 yoki 3 li emas, 6 li qalin listdan bo'ladi. Buni ham pichog'i 20 tadan bo'ladi. Bu drabelkamizning qolgan drabelkalardan farqi, bunkeri sal kattaroq bo'ladi. Ya'ni vohali akalarimiz ko'proq zakaz qilishyapti. Yantoq solganda tiqilib qolmaydigan bo'ladi. Pasi 30 sm bo'ladi. Pichoqlari ham 20 tali emas, 26 tali двойной qilib terilgan pichoq bo'ladi. Ya'ni tepadan ko'proq hashay solsa ham pasi xudo xolasa tiqilmaydigandan bo'ladi. Pichoqlarni keladigan bo'lsak, 26 tali pichoq terilgan bo'ladi. Ya'ni pastiga ham tepasiga ham двойной qilib teriladi. Xudo xolasa qancha bosib chiqarsangiz ham tiqilmaydigandan bo'ladi. Motori o'sha 6,5 kilovatli misli motor bilan jihozlangan bo'ladi. Hozir o'sha kichkina drabelkamiz bilan ichini solishtirib ko'ramiz, ya'ni shu zaslonkasini. Ancha katta farqi bor. Mana shu katta oladigan bo'lsak, bunisi 25 sm bo'ladi, bunisi 30 sm bo'ladi. 5 yoki 6 sm kattaroq bo'ladi ikkalasini solishtirganda. Bemalol tepasidan hashay solasizmi, o't solasizmi, bemalol solsangiz bo'ladi. Ya'ni tiqilib qolmaydigan bo'ladi. Juda ko'pchilik akalarimiz yantoq solsangiz turib qolyapti deyapti. Shunga shunaqa bunkerni kattaroq bilan chiqardik. Endi bizga yonboshlab chiqaradigan variant kerak deydigan akalarimizga unaqa variantimiz ham bor. G'ildiraga ham bo'ladi. Xohlasanglar tikka holatda, xohlasanglar yonbosh holatda bemalol chiqarsanglar bo'ladi. Shunaqa qulayliklarga ega. Tepasi xohlasanglar yumaloq variantda bo'ladi, xohlasanglar shunaqa to'rtburchak variantda bo'ladi.
Motorlarga keladigan bo'lsak, 3 ta narsa bilan himoyalangan bo'ladi. Birinchisi relay bo'ladi. Shunaqa zavodskiy relay bilan chiqadi motorda. Bu yerda tokini ko'rsatib turadi. Birinchi himoya relay bo'lsa, ikkinchi himoya avtomat bo'ladi, uchinchi himoyasi motorda kondensatori bo'ladi ikkita yonida. Har bitta chiqarayotgan drabelkamizning motorida shunaqa himoyalangan bo'ladi. Birinchi relay bo'ladi, ikkinchi avtomat bo'ladi, uchinchisi kondensator bo'ladi. Motor 5 yoki 6 sekundda qizisa, tok pasayib ketsa yoki nagruska bo'lsa, avtomatdan yoki relaydan tashlab yuboradi. Drabelkaga qancha kafolat beriladi deydigan aka-ukalarimizga, drabelkani sotib olganingizdan keyin 6 oy rasmiy kafolat beriladi. Ya'ni 6 oy kafolat nimaga? 6 oy mobaynida drabelka buzilsa yoki pichoqlari sinib ketadigan bo'lsa, drabelka buzilsa to'g'rilab beriladi, pichoqlari sinib ketsa yangi qo'yib beriladi 6 oy mobaynida. Atala qaynatishga, atala qozon so'ragan akalarimizga atala qozon ham, garelka ham qilamiz. Hozir bu ko'rib turgan atala qozoninglarda litri 280 litr bo'ladi. Bu yerda o'chog'i xohlasanglar o'tin yoqsanglar bo'ladi, xohlasanglar garelka yoqsanglar bo'ladi. Qalinligiga keladigan bo'lsak, 1.8 lik qalin konteyner listdan bo'ladi. Ya'ni o'tinga yoki garelkaga har qanday o't turiga bemalol chidamli bo'ladi. Xudo xolasa uzoq yil xizmat qilib beradi. Ichiga keladigan bo'lsak, mana shunaqa holatda bo'ladi. Xohlasanglar qopqoqli variantini qilib beramiz, xohlasanglar qopqoqsiz variantini qilib beramiz. Kimgadir qopqoqli varianti, kimgadir qopqoqsiz varianti yoqadi. Endi garelkamizga keladigan bo'lsak, garelkamizning qalinligi 400 lik neft turbadan bo'ladi. Xudo xolasa ancha uzoq yil xizmat qilib beradi. Yupqa materiallardan qilmaymiz, qalin narsadan qilamiz. Bu yerda bo'lsa motorchiga bo'ladi. Bemalol motorchigidan pasbalat qilib ishlatsanglar bo'laveradi. Narxiga keladigan bo'lsa, shu 280 litrli atala qozonimizning narxi 1.200 ming, qopqoqli bo'ladigan bo'lsa 1.300 ming. Garelkamiz narxi bo'lsa 1.200 ming. Endi drabelkamizning narxlarga keladigan bo'lsak, narxlari 2.400 mingdan 3.400 minggacha bo'ladi. Ya'ni korpusi bir xil bo'ladi. Bilasizlar, biz har bitta drabelkamizga neft turbadan foydalanamiz. Ya'ni diametri 400 lik bo'ladi, qalinligi bo'lsa 0.8 lik bo'ladi. Endi 3 kilovatli alyumin motorimiz narxi 2.400 ming so'm, O'zbekiston bo'yicha dastavkasi bepul holatda yetib boradi. Endi 6.5 kilovatli alyumin motorimizni mahaviga listdan bo'ladigan bo'lsa 2.700 ming bo'ladi. Mahaviga 10 kilolik zavodskiy bo'ladigan bo'lsa 2.900 ming bo'ladi. Endi 6.5 kilovatli misli motorimiz narxi bo'lsa, mahaviga listdan bo'ladigan bo'lsa 3 million so'm bo'ladi. Agar mahaviga 10 kilolik zavodskiy bo'ladigan bo'lsa 3.400 ming so'm bo'ladi. Dastavkalarini O'zbekiston, Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston bo'lib yetkazib beramiz. Pastda raqam qoldirganmiz. Telegram, WhatsApp ham mavjud. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Video ma'qul bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar.